Nashida deganda ko'pchilik islomiy madaniyatga mansub bo'lgan vokal musiqiy janrdagi g'oyaviy diniy qo'shiqlarni tushunadi. Balki bunday qo'shiqlar bir vaqtlar faqat ezgulikni tarannum etgan, ehtimol hozir ham shunday nashidalar bordir. Ammo ba'zi nashidalar haqida bunday deb bo'lmaydi. Keling, internetda tarqatilayotgan nashidalarning biriga quloq tutaylik. أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود. Ohangi quloqqa yoqimli, balki uni eshitib mazmunini tushunmasangiz ham raqsga tushgingiz kelayotgandir. Keling, bu nashida mazmunini eshitaylik. Akam, qo'llaringdan qon oqmoqda. Ular qullik shonlariga bo'yin egmadi. Osmonga qurbonligingni ko'tarasan, abadiylik nishoni bilan so'nggi marta. Akam, sen kurashdan charchadingmi? Yukingni tashlab, qurolingni tashladingmi? Kim jarohatlangan qalblarni ovutar? Kim bayroqni yana baland ko'tarar? Hayron bo'ldingizmi? Axir nashidada Alloh va uning rasuli alqalishi kerak emasmi demoqchimisiz? Ehtimol bir vaqtlar shunday bo'lgandir, ammo bugun emas. Chunki jaholat askarlari hech bir omilni e'tiborsiz qoldirmayapti. Inson resurslari uchun kurash o'ta shafqatsiz bosqichga kirgan. Hunrizlarning g'oyaviy rahnamolari nashidalar orqali inson qalbiga kirib borishning usullarini ishlab chiqib, undan faol foydalanishmoqda. Bu jarayon bir necha bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda nashida musiqasiga alohida e'tibor qaratilib, marom va ohang uyg'unligi bilan ruhni ko'taruvchi kuy yaratiladi. Mumtoz nashidalardan ajralib qolmasligi uchun aynan ularga hamohang ham qilinadi. Shu bois uni oddiy nashida deb o'ylaysiz. Endi esa O'zbekiston va ko'plab boshqa davlatlarda taqiqlangan mana bu nashidaga quloq soling. Akam, mening bugun irodam mustahkam. Qattiq azoblar mening ruhimni sindira olmaydi. Bu sinovlar mening qalbimni mustahkamlaydi. Haqiqat va ozodlik sari yetaklaydi. Xush ohangli bu nashidani tinglagan kishi borki, ma'nosini tushunmasa ham takrorlagisi keladi. Ruhshunoslar bu holatni tinglovchi bilan psixologik aloqa o'rnatish deyishadi. Nashida bilan ongni egallashning ikkinchi bosqichida esa kiril yoki lotin yozuvida nashidaning tarjimasiz transkripsiya varianti tarqatiladi. Natijada nashida matnini o'qigan aksar kishilar uni yodlab, takrorlay boshlaydi. Shu tariqa nashida g'oyasi kishining ong osti hududiga kiradi. Uchinchi bosqichda esa aqidadan yiroq bo'lgan diniy qarashlar bilan to'yingan nashidaning arab tilidagi matni tarjimasi bilan tarqatiladi. Natijada bu bosqichgacha kelgan kishi manipulyatsiya ta'sirida terroristik yoki ekstremistik qarashlarni dastaklashga moyil bo'lib qoladi. Bugun axborotni to'g'ri talqin qilish bilan bog'liq muammolar ko'p. Diniy davlat tuzish da'vosidagi kuchlar ham buni yaxshi biladi. Shu sabab sizni yo'ldan ozdirishda bundan foydalanishga harakat qiladi. Bir o'tinchimizni hamisha yodda tuting. Har qanday nashidani eshitishdan oldin uning mazmunini bilib oling. O'zingiz mazmunni tushunmagan nashidani tarqatmang. Negaki 2025-yil 8-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi diniy ekstremistik, terroristik va aqidaparastlik g'oyalarni targ'ib qiluvchi internet kontentlar ro'yxatini tasdiqlagan. Ushbu ro'yxatda YouTube internet kanalidagi Qur'on va tavhid, rozi bo'lingiz nashida 1, nashida dushi как voyni, nashida shariatni o'zlarida qo'llamagan, zalzal urush az-zolimin, ummati qadliyaha fajran, ummat uzra tong otdi. 15 chiziqcha siz izlagan nashid Hijrat Abu, Said Qutb she'ri bilan aytiluvchi Axi anta hur nashidalari bor. Unutmang, O'zbekiston Respublikasi hududida bunday kontentlarni tayyorlash, tarqatish, saqlash, namoyish etish va olib kirish taqiqlangan. Bunday nashidalar diniy ekstremizm g'oyalarini targ'ib qilgani uchun ulardan foydalanish va tarqatish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi.